Uzunman endokrinolog ko'rigi qanaqa o'tish kerak? Endokrinolog ko'rigi birinchi bo'lib uni to'liq shikoyatlarini eshitib bo'lgandan keyin ko'rikka o'tiladi. Ko'rikda birinchi bo'lib bu tekshiruvlar o'lchovlari olinadi. O'lchovlari ya'ni bo'yi, vazni, aylanasi, bel, bo'ksa aylanalari hammasi o'lchab olinadi. Undan keyin bemor yechintirilib, bemorni to'liq osmotr qilinadi. Bu sochlarni tuzilishi holati, to'kilishlari bormi, yo'qligidan boshlab tilini quruqligi yoki bo'lmasam tuzilishi, qalqonsimon bez paypaslanadi, ko'kraklarning holati ko'riladi, qo'ltiq sohalari tekshiriladi, qorindagi har xil chiziqlar, striyalar bor yo'qligi hammasi o'tida tekshiriladi. Bundan tashqari tuklanishga ahamiyat beriladi. Bundan tashqari ko'krakdan suyuqlik kelyaptimi, kelmayaptimi, bu narsalarni bilish ham juda ham muhim hisoblanadi. Va bemor o'sha to'liq ko'rib bo'lgandan keyin o'zgarishlariga qarab turib kerakli analizlarni yozadi. Endokrinolog bu faqat analiz yozib, analizni tahlilini davolaydigan doktor emas. Endokrinolog ham boshqa vrachlarga o'xshab, biza bemorlarni davolaymiz, bemorning analiz natijalarini emas.